akalar mana kechagi yangilikni hammaga aytsam narxini aytibsizlar. Biz yana o'shanga do'konga yetib keldik. Bu joyda hattoki kitob o'qib yoki duo qilishga ham zo'r joy narsa ekan va undan tashqari mana shu ham bor ekan. Xohlovchilarga o'tirib, gaplashib o'tirgani ham zo'r ekan. Xohlasalar telefon o'ynaysizlarmi? O'zlaringga bog'liq. Endi narxlarni albatta aytib o'tamiz. Bunisi O'zbekistonga yetib borishi bilan $250 ga yetib borar ekan. Bunisi originali. Buni esa prostoysi bor, unaqa prostoysi emas. Bunisi bo'lsa $30 qimmat bo'ladi. U yog'i $300 ga yo'q bo'lsa $280 ga yetib borar ekan. Bunisi ham lekin nihoyatda zo'r, sababi bu rasxod ko'p ekan. Rasxod ko'p ekan, shunga ahamiyat berasiz. Va undan tashqari anaqa tervaniydigan stolimiz bo'ladi. Bu toza koja bo'ladi. Hattoki mana joyda ochiydigan bo'ladi. Aylar. Oyoq ochildi, bo'ldi, odam uxlayveradi, narsa qilib uxlasa bo'laveradi. Buni narxi $500 ga toza kojasi yetib boradi. Buni ham prostoyis bilan adashtirmanglar. Kimgadir zarar bo'lsa, pastki raqamlarga aloqaga chiqarsa, tanishlaringiz tirsa jo'natib qo'yinglar.